Kepti bir Eshonboni oldiga. Eshonbo assalomu alaykum. Aman bir oila qurganimga 30 yil bo'ldi. Bir kun ham tinchlik yo'q. Oxir to'ydim, bu hayotdan zerikdim. Bir hurmatim ham yo'q, boshqa yo'q. Men ham xotinimni so'kaman, u ham gap qaytaradi. Xullas bo'lmabdi bu. Men yashamayman. Shunga sizdan maslahat so'ragani keldim. Men xotinim bilan ajrashib taloq qilaymi yo ajrashmaymi desa, Eshonbo jim o'ylab o'tirib bir minutcha o'ylab o'tirdi-da boshini mundoq saray qilib bir miyig'ida kulib, "O'tam, endi sen ajrashasanmi, sen ajrashmaysanmi? Buni endi qizig'i yo'q" debdi. Nimaga desa, "Bir oylik umring qolgan" debdi. "Bir oydan keyin o'lasan." Nima? Bir oydan keyin o'lasan? Rostdanmi, rostdanmi? Menga duo qiling, Eshonbo. Tarozi qo'ltig'idan tushib ko'chaga chiqdi. Shunaqa iflos odam ekanki, tekkanga tegib, tegmaganga kesak otadigan odam ekan, ko'chaga chiqib, "Voy, Abdurahmon aka, kecha uzr sizga qattiq tegib qo'ydim. Dilingizni xafa qilib qo'ydim. Voy, otajon, Ali xafa qilib qo'ydim. Voy, birodar, hammadan kechirim so'rab borgan." Uyiga borsa, har kuni eshigini gumbaraqas qilib tepib, so'kinib kirayotgan inson eshigini sekin ochibdi. Sekin ochsa, xotini hovlida turganim dedi, "Nima bo'ldi? Jin chaldimi bu?" Shuncha yildan beri birinchi marta mana bunda qilib kirishi, sekingina, yumshoqqina so'kib kirardi. Keyin kiribdi-da, "Xotin yaxshimisan? Tuzingmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Bolalar?" Hayotda qilmagan. Bir marta halidan xabar olmagan, darrov kechirim so'rab, o'zi az kechir xotin, men senga erlik qilib bir marta hurmat ham qilmadim, odamni muomala ham qilmadim, kechir. Bo'ptiki, zo'rlabman, bo'ptiki, so'kinman, boshqa xorlanman. Meni kechir, uzr desa, oxiri xotinni ham rahmi kelib yig'lab turib, "O'zi dadasi, siz kechiring, men sizga yaxshi xotinlik qila olmadim, hurmatingizni qilib", u ham kechirim so'ragan. Keyin qo'lidan o'shapti-da, "Yur" debdi, qaynona oldiga boribdi. Ulardan kechirim so'ragan, "Shuncha yil turmush qurib sizlarga bir tinchlik ham bermadik, rohat ham ko'rmadinglar, bizlarni kechiringlar, uzr endi." O'sha kundan beri masjidga qatnab qopdi, 5 mahalla tomi ketib qopdi. "Sanmisan, rostdan sanmi? Sen o'zing chiqdingmi masjidga? Voy, bo'lar ekan-ku, voy insof bersa hech kammas ekan" dedi. Mahalla xursand. Namozni birinchi safda imomni orqasida o'qilmish, tasbihlarni o'girarmish, duolari qilarmish. O'sha kundan beri qavmi qarindoshlardan, ammadan xabar olgan, xoladan xabar olgan, qo'ni qo'shnilardan xabar olgan, qo'liga tushgan pulni ihson qilgan yetim hamma hayron. Nima bo'lyapti o'zi bu? Lekin dardi ichida, o'lasan degan dardi ichida, lekin kun ketyapti. G'ir kun ketyapti. U yaxshilikni qilib, yaxshilikka to'ymay yotibdi. Oxiri 30-kun keldi. G'usullarni qilib, yangi liboslarni kiyib, oppoq parastinalarni sotib yotib olib, o'limini kuta boshladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. O'lmadi. Turarmish, namoz o'qirmish, yana yotarmish, o'limni kutdi. Ertasi kuni yana shu ahvol, g'usulni qilarmish, yangi kiyimlar yotib o'limni kutarmish. Turarmish, namoz vaqtida namoz o'qirmishda, shartta yana yotib o'limni. 3-kuni yana shu ahvol, yana o'lmabdi. Shart turdida boyagi Eshonboni oldiga bordi. "Eshonbo, esingizdanmi, bir oy oldin keluvdim. Oilamdagi notinchliklari, xotinim bilan kelishmovchiliklarni aytdim, ajrashaymi dedim. Sen ajrashasanmi, ajrashmaysanmi, qizi yo'q. Bir oy uylik umring qoldi" dedi. "Ha, senmi deng" deb. "Ammo bir oylik umring qoldi" dedingiz, mana bir oy o'tdi, yana qo'shimchasiga 3 kun kutib o'tirdim o'limni. "O'lmadim-ku" debdi. "Eshonbo o'lmadingmi" debdi. "Yo'q" desa, "Bir kun o'lasan" debdi. Bizlarga bu ishora. Bir kun o'lasan debdi. Bir kun o'lamiz. Mana shu yerda hech kim qolmaydi. Hech kim nom nishon qolmaydi. Senga bir oylik umring qoldi deganimdan keyin o'zgarish qanaqa bo'ldi? Voy Eshonbo, o'zim tanimayman. Xotinim tanimayapti. Jamoat tanimayapti. Navoy shuncha zo'r odam ekansan, shunday saxiy, shunday ibodatli odam ekansan. Qayerda yuruding bu g'urbat hayotda? Nima qilib yuruding bu g'urbat hayotda? Oldinroq kelsang bo'lmasmidi? Oldinroq shunday insonni o'zingni xor qilib, o'zimni hech ibodatlar qilib to'ymayapman, yaxshiliklar qilib to'ymayapman. Undan oldinchi debdi, kemasingdan oldinchi bu yerga. Voy Xudo asratin Eshonbo, unaqa hayotim bilan dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Dushmanim ham undaqa hayot ko'r. Nima uchun sen shunaqa hayotda yashading, bilasanmi dedi. Shuncha yil shunaqa hayotda nima uchun yashading? Nimaga desa, bilmaymansa, o'limni esdan chiqarganing uchun degan.
Hozir hammamiz o'limni eslayotganimiz yo'q. O'limni esdan chiqarganligimiz uchun bugun ibodat qilmayapmiz. Ertaga o'lishligimizni bilsak, qabrga kirishimizni bilsak, qabrdagi hisob-kitoblarni o'ylasak, qabrimizni yo jannat bog'chasi yo do'zax qudug'i bo'lishligini bilsak, farishtalar u yerda bizlarga yaxshi muomala qilib yoki zajr qilib, xunuk ahvolda kirib, do'q-po'qsa qilishini bilsak, albatta namoz o'qiymiz. Albatta namoz o'qiymiz.